Charchadi. Tablolarini qarang aka, endi full paketlangan. Kaltini ko'ryapsizmi? Vash olibtasini qilib chiqarib qo'yiladi. Qarang mana original pоворотникlar. Ancha-muncha skuterda unaqa pоворотникlar bo'lmaydi. Zaryad ko'rsatadi, ham kilometr yurganigacha ko'rsatadi akalar. Assalomu alaykum do'stlar. Mana biz yana bugun skuter magazinidamiz, do'konidamiz. Bugun Chug'diralar skuterlar assortimentlari, Bixeli baykimiz, modellarimiz va turli xildagi elektr yoki benzinda harakatlanuvchi skuterlarni sizlar bilan arzon ko'rib chiqamiz. Bunda bizga Muhammad yordam beradi. Muhammad Assalomu alaykum, yaxshimisiz ketdingizmi? Sekin. Charchadi. Rahmat. Xo'p, aka. Sizga endi skuterlar bir obzor qilib bersangiz. Bo'ldi, bo'ladi aka. Chiqarib, ikkita savollarimiz bor sizga. Shularni beramiz. Bo'ldi aka. Yo'lda emas, modelimiz aka. Yangilangan versiyasi aka. Zadniga ham yuradi. Keyin plus kontrol bo'ladi, avtopilot deyshadi. Shunaqa funksiyasi ham bor. Balolar 16 lik bo'ladi. Uni qarang. Old uchun oyoq qo'ydi honduga, orqa uchun oyoq qo'ydi honduga, 500 vattli miya motor, 5 tegmali akkumulyator, orqa bachoy. Ideal holatdagi bu skuterimiz, orqa ikki tormozli bo'ladi. Buni qarang, mana uni 3 ta skorost o'rniga aka, bunaqa sport rejim, danniy, parkovka, zadniy qo'shib qo'ygan. Telefon pastavka, telefon zaryadga qo'ysa bo'ladi. Endi full paketlaniyasini narxi atiga 4 million 400 ming so'm savdosida kelishtirib beryapmiz aka. Eng kami 40, maksimal 80 kilometrgacha yo'l bosa oladi. Ideal holatdagi. Keyin oldindan bitta savol bersam bo'ldim. Xo'p, dastavka masalasi qanaqa bo'ladi? Dastavka xizmatimiz aka, vodiy bo'ylab dastavka puli oldindan tashlab berasizlar. Kelishilgan holatda dastavkasini kelishamiz. Dastavka pulini oldindan tashlab berasizlar. Skuter puli borgandan keyin bo'ladi. Voha tomonlarga skuter puli oldindan, dastavkasini puli borgandan keyin bo'ladi. Shu aka. Cho'ntak model skuterimizni original versiyasi, shuni kichkina versiyasi 14 ballonli bo'ladi, zadniga yuradi, avtopiloti bor, 4 ta tegmali akkumulyator, 250 vattli miya motor. Keyin bularda yana bir funksiyasi bor. Gai boshqa muammo qilmasligi uchun tablosini 55 qilib olsalaringdan bo'ladi, 22 qilib olsalaringdan bo'ladi akalar. Narxi buni 265 dollardan baraga qilib yuboramiz, yangi versiyasini. Terib tashladik. Keyin yangilangan X003 Redline diskari, Redline bolasi deymiz buni. Ideal holatdagi balonini qaranglar. Katta diskali tormoz, bag'dan ko'rsating aka, 8 diskali bo'ladi. Qarang. Mana tablolarini qarang aka, endi full paketlangan. Tormoz sxemalari, oldi orqa hech qismi tormoz, oldi qora loop ayni, svetdan keyin danniy blижний bo'ladi. Sport, danniy, parkovka, zadniy, pоворотник, signallar, unda ham avtopilot, oldi uchun oyoq qo'ydi hondugalari bor. Mana svetini bir ko'rsating-da aka. Qarasa oldi svetini ko'rsating-da. U svetlari kech paytda shunaqangi zo'r yoritadi-ki aka, hamyon bo'ladi aka. Eng full paketlaniyasi. Orqa bachoy dastavchilar uchun o'ta qulay. Akkumulyatorni aka 20 likdan 6 ta qo'yilgan. 20 likdan naqd 6 ta qo'yilgan, 50 dan maksimal 100 kilometrgacha yuradi. Dastavchilar uchun o'ta mos. Aka bu narsa Xitoydan pechatlangan holatda bo'ladi. Qarang aka mana. Bunda to'liq nimasini yozib qo'ygan. Mana qarang. Ko'rsatib o'taman. To'liq hamma ma'lumotini yozib qo'ygan. Nomi, motori masalan buniki 800 vattli bo'lsa, prava boshqa muammo qilmasligi uchun qarang, 240 vatt yozib qo'ygan. Ko'ryapsizmi? Qarang, tezligini ham 25 plus 1 qilib qo'ygan. Ko'ryapsizmi aka? U prava anaqalarga ancha-munchaga xudo xolasa prava nima nomer talab qilmaydigan qilib ishlab bergan hujjatda. Mana Xitoydan pechatlangan holatda mana. Biz o'zimiz qila olmaymiz bunaqa pechatni. Xitoydan original pechatlangan holatda keladi. Mana aka, terib tashlaganmiz, kimga zarur bo'lsa. Bu nima vaysdan bajaradi? Qaysi? Bu endi duga bo'ladi. Endi chiroy uchun ham, boshqa uchun ham yaxshi turadi-da aka. Shu. Keyin mana ular bor aka. Uzun sidinali modelimiz, o'ta trendga chiqqan model bo'ladi. Sidinasini qarang, o'ta uzun. Akkumulyator 20 likdan naqd 6 ta qo'yilgan, NFC karta, 3 ta skori, zadniga yuradi. Buni kolongasi ham bor aka. Bemalol massani ashlasini qo'yib bozaverasiz aka. Oldi ichki tormozli cho'ntak, eng full paketlaniyasi aka. Qarang mana original pоворотникlar. Ancha-muncha skuterda unaqa pоворотникlar bo'lmaydi. O'ta katta. Qarang, mana bundaqa odamdan qarang. Mana o'tiribman, qarang. Ko'ryapsizmi?
bemalol yana bir kishi o'tiraveradi. Narxini atiga $435 ga baraga qilib yuboramiz. Hamda mana bor. Holatlar ideal 2071 modelimiz 3 ta skorsli bo'ladi. Oldi ichki tormozli, bunda kolonka radiolar bor, o'ta balandlangan. Oldi lob ayni, orqa tros tormoz, sevetdan keyin danniy bilishni bo'ladi. Oldi uchun oyoq qo'ydi handulga, orqa uchun oyoq qo'ydi handulga. Mana amazatlarni ko'rsating nega? Amazatorlari o'ta original ishlangan. Qarang, yumshoq bo'ladi. Vashcha olibda model emas. Bemalol bir kishi hamda ikki kishi o'tirsa ham bo'laveradi. Orqa bachoylari o'ta skромный qilib ishlangan. Narxi atiga $400. $400 dan baraga qilib yuboramiz. Narxini tushirib yubordik, $450 chiqqan. Hamda mana hozir trendga chiqqan, hadovoy ketayotgan, yangilangan masna modelimiz. Balonlari 16 razmerli bo'ladi, filkalari originaldan qo'yilgan. Yumshoq amazatorlar, yonduga hamda oldi uchun oyoq qo'ydi honduga, orqa uchun oyoq qo'ydi hondugalar ham bor. Bunda oldi ichki tormoz, orqa tros tormoz, sevet, pavorotlik, signallar, ko'rinishlari ham o'ta olibda bo'ladi. Hamda mana qarang, kaltini ko'ryapsizmi? Vashcha olibdasini qilib chiqarib qo'yilgan. O'ta aka vashcha cho'ntaklari bor. Ular eng full pokoleniyasi narxini atiga $372 dan baraga qilib yuboramiz akalar. Ammo soni o'ta oz qoldi, ulgurib qolasizlar akalar. Hamda invalidskiy modellar, cho'ldiraylarimiz sotib kelgan, holatlari ideal holatda bo'ladi. Mana qora ranglisini ko'rsatib o'tamiz. Qaranglar, yangi baxmalchi turibdi akalar. Ideal holatda amazatorlar yumshoq, mayitga qarang. Mayitga bitta yosh bolacha o'tirsa bo'ladi, mayitini ushlab oladi. Hamda mana unisiga bir kishi, mayitga yana bir kishi. O shu 3 kishi sig'adi. Mana unisini bitta aynatirib, mana unisini bitta essiz mana oldiga jiladi. Orqasida bunday bagachasi bor, narsa qo'yosalaring, sovsalaring bo'ladi. Tablolarni qaranglar, zaryadni ko'rsatadi, sevet, dandiy bilishni bo'ladi, keyin zatniga ham yuradi. Eng full pokoleniyasi narxi atiga $550. Savdo ustida kelishamiz akalar. Hamda mana modelimiz bor. Bu ham ayollar uchun, yosh bolalar uchun, erkak, ayol farqi yo'q. Pushtilsiz, yashilsiz, yashil qolgan qanaqa rangsiz, xudo xolasa top beramiz. Ideal rang qarang, holatlari o'ta masla holatda. To'g'risini ayting, qora, seri jonga tegdi, aka. Rangni bitta bosib yuborasizmi? Voy. 300 ga 8 balon, 5 ta 20 li akkumulyator, eng kami 40, maksimal 80 kilometrgacha yo'l bosadi. Qo'l tormoz deysizmi, oyoq tormoz deysizmi, bor akalar. Naqa sidenadan zerikdim. Sal oyoqlarim ham xotirjam uzun cho'zib ketadigan sidenaga beriladi, to'g'risi aka. Sidenasini qarang aka. Bunday o'tirib aka, nima aytganda yopishib olmaysiz, cho'zilib olib ketasiz aka. Ketadi-yu, qarang. Tablolarni ko'rsating. Bunda ham tezlikni ko'rsatadi, ham zaryadni ko'rsatadi, ham kilometr yurganigacha ko'rsatadi akalar. Pultlarni qarang. Original Xitoy versiyasi qarang, pultni qarang. Kalitlari ham batiki vasagalar. Full paketlar narxi atiga $500 dan baraga yuboramiz akalar. Kimga zarur bo'lsa pastda nomer qoldirib qo'yamiz, ammo ulgurib olasizlar akalar. Hamda velosipedlarimiz sotuvda mavjud. Eng original versiyalar. Velosipedda ham tepsiz og'ir bo'ladi-ku, unaqa emas. Xudo xolasa ertaga umuman prava talab qilmaydigan modelimiz shu modelimiz bo'ladi. 28 balonli bo'ladi bu. Bunda qanaqa bo'ladi desangiz, bunda tepasi-ku. Bitta tepasiz ham shu olib ketaveradi akalar. Qizig'i shunda-da. Bitta tepasiz. O'shunaqada va o'shunaqa. Eng kami 30 maksimal 50 kilometrgacha tepsiz qo'shib ketaveradi. 50 kilometrgacha. Maksimalni. Ideal bu skuterimiz narxi $400. 5 million so'm chiqyapti. Endi yana tushib beramiz akalar. Savdo ustida kelishib beramiz. Bundan bor keyin mana tomli modelimizni skronliroq versiyasi, ideal holatda 300 ga 8 balon, maytda bir kishi o'tiradi, orqasida nimasi bor, nasolidixon joyi bor, tomlari ham o'ta olibda qilib ishlangan. Bokovoylari tiniq. Buni dvorniy o'rnatib beramiz, hamda pulmanlari, tablolarni ko'rsatinglar aka. Tablolari o'ta olibda, cho'ntay deysizmi? Eng olibda versiyasi. Keyin mana unisini kelamda turib, jildirib olsa ham bo'ladi akalar. Jildirish erindim, xafa bo'lmaysizlar. Keyin mana ularni, mana modellarni ko'rsatinglar aka. Hozirda ham narxi arzon, ko'rinishi chiroyli, sifati zo'r, cho'ntay model. Suvg'a bob deyiladi. Bu asosan suvg'a bob ham zo'r skuterimiz. Qarang, ko'rsatinglar yani.
14 ballonli, vilkalar original, temir setka, ko'rinishi, svetlari olibdi. Tablolari Cho'nta skuterni yangilangan. ha, yangilangan versiyasi aka. U 2024-23 уже qoldi bu. 2025 variant bu. Tablolarni qarangda, vashi olibdi, yangilangan versiyada aka. Qarang, mazli holatda. Tezligi 45 ga chiqadi aka. Zaryadini ko'rsatadi. Old orqa tros tormoz. Bunga aka kaska jiletlarni ham bonus qo'yapsiz aka. Ishonavering. Shu o'rinda obunachilarga savol kommentariyada yozib qoldiringlar. Bu qattiq hida ko'rinishidami yoki yumshoq hida ko'rinishidami? Savol. Orqa Qarang, oldi uchun oyoq ronduga qo'shib qo'ygan akalar, cho'nta skuterda akalar. Qaranglar, bunday o'tasiz. Oyog'ingiz uchun taglanib jonga deydi. Mana bo'yim 1.65 bo'lsa, akalar, uchun oyog'im taglanib oladi-ku. Bunda yon uchun oyoq qo'ydi honduga, oyog'im taklanmayapti, qarang. Maza qilib ketasiz akalar. Tepasiga tentlar ham sotuvda mavjud. Bitta tent qo'yib olasiz, qishin, yozin qishda yechasiz, yozda bunaqa qilasiz, minaverasiz akalar. Narxlari atiga $250 dan baraka qilib boryapmiz. Bachoy sizini zotli, bachoyligini ham $250 dan baraka qilib boryapmiz. Soni qaranglar, o'zi oz qoldi akalar. Kimga zarur bo'lsa, Tiklangan miqdorda qoldi. ha, o'ta oz qoldi. 5 dona. Keyin baykmadi, baykni qarang aka. O'g'ri pul bo'lsa bosiradigan joyi yo'q aka. Ikkita silinderli, 400 kubali mahluq. Ichki tormoz bo'ladi, old orqa ideal versiyasi. Aka to'g'risini ayting, qo'rqib ketdingiz aka, tan oling. Buni olsangiz aka o'qishda, shaharda bitta bo'lasiz aka. On qarang. BMW bu akalar. Bu qanaqa men oldini ko'rsatingda bu. Bu nimani nimani replika varianti. Yamahami, nima bu Kawasaki nimani pastda shuna yozib qoldiringlar. Kim faralarni bo'pti bitta yoqib ko'rsatib beraman sizlarga. Nimani replika versiyasi pastda kommentariyaga yozib qo'yasizlar akalar. Eng argan narxi $2800 savdosida kelishamiz akalar. Mana bu bor. Manu desam ham bo'lmaydi buni. Tankda eng full pokoleniyasida bu. Buni manu devordim, zo'r bilmasdan. Tankda eng full pokoleniyasi. Oldi, orqa jitkisniy tormozlar, balonlari o'ta shiroki bo'ladi, vilkalari originaldan qo'yilgan. Bunda yondaqa bunaqa ledlari bor ikkitadan. Buni danlikda yoqsangiz sariq bo'ladi, blижний yoqsangiz oq bo'ladi aka. Qarang. Bu danlik, mana blижний aka. Maytlari duga aka, 150 kubalik motor qo'yilgan, oldi ayni, kolonka, avarenniy deysizmi aka. Taylarini qarang aka. Odamni jalb qiladi-ku bu aka. Ha, shayga qo'yaverasiz. Orqa bachoylari dastlabchilar uchun o'ta qulay qilib ishlangan. Narxlari atiga $980 savdo ustida kelishtirib beryapmiz akalar. Kimga zarur bo'lsa, o'sha nomerga murojaat qilaverasizlar. Tiger G-Tiger deyishadi, bu Tiger model bo'ladi. Ideal versiyasi o'ta olib bo'ladi. Tablosini bitta ko'rsatingda aka buni, bitta rolini. Qarang, bu roli vashi zo'rmi? Qarang, tablolari o'sha elektrический tabloda bu aka. Qarang, cho'ntaklari bunaqa joyda zaraka qilsangiz bo'ladi aka. Bitta ko'rsam mayli. Ko'rsangiz mayli aka. Ularni hozir signalizatsiya ovoz chiqardi, o'zini avtomatik signalizatsiya. Ha, avtomatik qulflaganingizdan keyin shunaqa signalizatsiya beradi, buni qarang. Bu aka qanaqa mashina bu bunaqa borda? Aka masalamda qarang. Mana. Uyda o'tirasizda aka qarang. Uyda o'tirgan holat bizin yo'q uyda akalar, yurib boribman. Bizin yo'q uyda. Yangi terilgan holatda olib chiqdik, bizin yo'q. Bizin qo'ysangiz uyda yo'qtab, aka qizdirish kerak. Endi buni motorli bo'ladi, bizinli. Bu qizdirib o'tirmaysizda, chiqib turib o'sha yoqqa. Pultni mana chaqmoqchani 2 marta shunday bosadi, o'zi juda qizdirib beradi aka. Eng qizi. Narxi buni ham $980 chiqyapti. Ozmoz, sunnatiga muvofiq o'tib beramiz akalar. Kimga zarur bo'lsa, yozaverasizlar akalar. Imanular bor akalar. Velosipedlarimiz narxi $335 dan baraka qilib boraveramiz. 4 ta egimali akkumulyatorlar bilan jihozlangan, orqa ichki tormozli hamda velosipedlarimiz o'ta neobishniy variantlari, 20 ballonli amortizator original, bemalol 2 kishi yetadi. Orqadan 2 tadan 4 ta amortizator, 4 ta egimali akkumulyator, old orqa ichki tormozli, kolonka, radiolar, eng full pokoleniyasi narxini atiga $335 baraka qilib boraveramiz. Savdo ustimini kelishtirib ham beraveramiz akalar.
Keyin mana modelimiz bor. Eng joni qattiq modelimiz sotuvda bir dona qolgan yangi 2025 akkumulyatorlarda o'zi menimcha 2024. Qaranglar, redline diskali bo'ladi. Bunaqa temir setka, oldi ichki tormoz, orqasi trosli bo'ladi. 500 vatlik miga motorlar bilan jihozlangan bu skuterimiz narxini atigi $300 baraka qilib yuboramiz ekan. Tashqarini ham sizga bir ko'rsatib o'tay akalar. Bunaqa velosipedlarimiz bor, narxi $350 dan. Hamda golfkarlarimiz bor. $800 dan baraka qilib yuboramiz. Original versiya, qaranglar, diskalari o'ta olibda bo'ladi. Endi bizning mana golfkar modelimiz o'ta qimmat chiqqan, narxini o'ta skidka qilib yubordik. Narxi $800 chiqyapti. Bundan soni ham o'ta oz qolgan akalar. Keyin ba'zida bunaqa velosipedlarimiz bor, akkumulyatorsiz holatda $150 dan baraka qilib yuboramiz. Bunaqa 350 kilolik, 300 kilolik muraviylar bo'ladi-ku, aka. Qarang. 350 kilolik muraviylar bo'ladi-ku, o'shanaqalarga tomlarimiz sotib kelgan. Narxlari nech pul chiqarasan, xon? 1.100.000 so'mdan bemalol kelib xarid qilsalaring bo'ladi, tom yo'llari bilan. Keyin mana bu bor. Hoji akalarda velosipedi bo'ladi bu. Oldindan bir ko'rsating-da. Bu eng ideal varianti. Tepsangiz ham qo'shib beradi, akkumulyatorni o'chirsangiz 3 ta skorosti o'ta yengil bo'ladi, hamda skuter qilib minamansiz, qarang aka. Oldi motori aka u. Ha, amortizatorli bo'ladi, oldi setka, eng full pokoleniyasi, narxi $350 chiqyapti. Vashcha olibda variant. Bu 30 km, 40 km yurib beraveradi. Tepsangiz yanada ko'proq yuradi. Keyin zapchastlarimiz bor. Mana zapchastlarimiz ham bor. Kimga qanaqa zapchastlar kerak bo'lsa, 33lik 309 5500 ga bemalol murojaat qilaverasizlar. Mana qishga bunaqa qarang. Qarang. Qo'lingizga kiyadigan ham bor, oyog'ingizga kiyadigan ham bor. U qishda sovuq o'tib netib qolmaydi. Kaskalarda reklama qilib keting, kaskalarni qarang. 500 ming so'm sotilgan kaskalarni atliga skidka narxida 240 ming so'mdan qilib yubordik akalar. Qarang, bemalol har xil ranglardan bor, kelib bemalol baraka qilsalaring bo'ladi. $100 dan ular $150 har xilidan bor. 100 ming so'mdan boshlab $150 gacha bor akalar. Balon deysizlarmi, tom deysizlarmi, nima zapchast kerak bo'lsa, o'sha aytgan nomerimizga bemalol murojaat qilaverasizlar. Nima bor deb, bas nima yo'q deb savol bersa, to'g'ri bo'lar ekan. Shunda aytib berish mumkin bo'lar ekan. Mana telefon postavkalar bor. Telefon postavkalar bor. Xullas 40 ming, 30 ming, 50 ming, 20 ming so'mdan boshlanib ketiraveradi. Bu remellar nima uchun ishlatiladi? Bu Bezelli skuterlar. skuterlar. Bundan tashqari elektr muraviylarga motorlar, Akkumulyatorlarimiz ham bor. 320 ming so'mdan 2025-yildagi akkumulyatorlar. Holatiga qarab chiqaveradi. 20 lik akkumulyator ketaveradi. Malikaga unaqa beldan aqal chiqadi, skuterga qo'yib qo'ying, malikaga. qismlari, undan tashqari mana rama, Mana bu kallasini o'zini chiqarib, skuterga metlan baylab qo'yib qo'ysan nima bo'ladi? Xullas akalar, gapiramiz, siz zapchastda gap ko'p. O'ta sanab bersak 2 soat video bo'ladi akalar. Bemalol kelib skuter uzga murojaat qilaverasizlar. Velosipedimiz yopilganligi sababli velosipedni obzor qila olmadik. Velosipedimiz, zapchastimiz, ustamiz, hamda skuterlarimiz, xullas yo'q narsani o'zi yo'q. Bemalol skuter uzga kelib xarid qilsalaring bo'ladi. Jonlaringiz sog' bo'lsin akalar. manzil bilan Manzilimiz Marg'ilon, Langar Metandan o'tganingizdan keyin chap qo'lda skuter uz. Chap qo'lda skuter uz bemalol kelib xarid qilsalaring bo'ladi. xarid uchun qaysi nomer? Skuter xaridi uchun 90 143 48 48 nomerga murojaat qilasizlar. Zapchast uchun 33 309 5500. Velosiped uchun 99 879 48 48 ga murojaat qilaverasizlar akalar. Aka, kelib turing aka, joningiz sog' bo'lsin aka.